Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Xbox 360 ga disklar zakaz qilgandik yetib keldi mana. Plus PlayStation 3 ga disklar bor. Hozir buni birgalikda ochib ko'ramiz, raspakovka qilamiz. Videolar yoqsa like bosing, kanalga obuna bo'lib ketishni unutmang. Qani biz ketdik. Qani ketdik. Birinchi disk Marvel Super Heroes. Ikkinchisi Far Cry 2. Ruscha tilda ekan. Brothers in Arms Hell's Highway. Smackdown versus Around 2008. İçinde DVD bonusga diski ham bor ekan. Virtua Tennis 3, Donkey Police Fighter. Hop, bu PlayStation 3 ga aytganimdek Enhancer va NBA 2012. Far Cry Instinct Predator. Halo 4-chasti va Halo 3-chasti. Kinect Sports va so'nggi o'yin The Host Recon. Polnislar ustida yozilgan. Mana shu disklar bugun shu xarid qilindi. Boshqa shahardan yetib keldi. Bizga bu demak Rossiya Federatsiyasidan keladi. Xo'p, kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'lib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Telegramda chiqamiz mana shunda har doimgidek. Kommentariyaga savollar bo'lsa yozib keting. Siz bilan mana shu obzorni qildik. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, aka.